Qizlar levki dvoykamizdan sizlar uchun olib keldim mana. Judayam приятный ekan. Eng muhimi mana yupqaligini qaranglar. Qo'g'irchoqdek qilib qo'yadi. Rosa ham bogatый turadi sizlarda. Cho'nchaklari bor. Futbolkalari 100% yopadi. Qizlar mana uzungina. Agar yopishni xohlagan qizlarimiz bunaqa fasoni kamdan kam. Bemalol yopadi. Xijolat bo'ladigan joyi yo'q. Mana shunaqa kiysanglar ham bo'ladi. Eng sochli ranglaridan sizlar uchun olib keldim oyog'imizdagi obuvni. Negadir bu bilan krossovka kiygim kelmadi, spetsial, chunki bu narsani sizlarga tapchka bilan, shlyopkalar bilan ham bemalol kiyish mumkinligini ko'rsatgim keldi. Hozir o'zim bitta kiydim shundan. Mana shunaqa tapchka bilan sochlarni moslab olib, buni ranglarini ko'rsataman sizlarga qizlar. Sochni ranglaridan. Matosi shunaqangi zo'r, narxi undan ham zo'r, original 100%. Guanjo'da ishlab chiqarilgan 54-56 razmergacha bemalol keladigan bu dvoykamizni 3 xil rasvetkasidan bor qizlar. Rozvi, choko, seri. Serisi ham вообще bogatый ekan, lekin men bu rozvi ham hozir dam olishga chiqasiz, oilangiz bilan, xo'jayiningiz bilan mana shu rang ham qo'g'irchoq qilib qo'yadi sizni. Xullas 3 ta rasvetkasi bor. O'zingizga yoqqan rasvetkasini tanlasanglar bo'ladi qizlar. Sifat вообще zo'r, matosi yupqa, aynan bog' mavsumida, ko'chada, Pasinyevkada, hamma joyda shikarniy bo'lib kiyasizlar. Go'zal